Farg'onadan akalar keldi. Kia Bongo 285lik va uzunlikdagi mashinani olib kelishdi. Unga tunuka qoplab beryapmiz. Koreyskiy o'zini zavodskoy yangi tunkasidan qoplab beryapmiz. Xudo xolasa yaxshi chiqadi. Mashinasi ham akani 2012 ekan, lekin tiniq holatda, yaxshi holatda ekan. 600 ming yurgan ekan. Zavodskoyda mana shu o'rtalarida palasalari bo'ladi. Mana zavodskoy masalari shu yerlari to'g'ri silliq bo'ladi. Yana zavodskoyda yana bitta nimasi. Mana endi uni o'zimiz ham qilsak bo'ladi-yu, lekin koreyskiylarda ko'proq borti nimasi tumonlari aylanasi bo'ladi. Bortining tepa qismi mana bu qismi aylana bo'ladi. Uni to'g'ri nima qilsak bo'ladi. Kushnoyda ham qilsa bo'ladi. Lekin endi baribir zavodskoy. Kimga zavodskoy tunikasi koreyskiy kerak bo'lganlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa bizda bor. Chiroyli holatda tunuka beramiz. Kia Bongo'si borlarga videoda tashlab bersanglar bo'ladi. Videoda jo'natib qo'yamiz Kia Bongo'si borlarga.